qo'shnilarga ozor bermaydigan dvijogimizdan keldi. Nimaga bunaqa deyapman? Hozir dvijogimiz ishlab turibdi. Ko'rib turganingizdek, ovozi juda ham past bo'ladi. Mana bu narsa Gentra'da ham chiqmaydi akalar, lekin bizning dvijogimizda chiqadi. Ko'rib turganingizdek, bemalol pult orqali yurg'izib ishlatsanglar bo'ladi. Dvijogimiz ishlab turibdi. Ovozi juda ham past bo'ladi. Uydagi ayollar ham ishlatsa bo'ladi dvijogimizni. Ya'ni tortib qiynalib o'tirmaysizlar. Agar tortib yurgizmoqchi bo'lsanglar, mana bu joydan tortib yurgizsanglar ham bo'ladi va mana bu joydan dvijogimizni bemalol o'chirib yurgizsanglar bo'ladi. Dvijogimiz sifati juda ham zo'r. 1 yil kafolat beramiz. Toza 5,5 kW tok chiqarib beradi. 220 ga ishlaydi. Xo'p, bu benzinli bo'ladi va soatiga 600 grammdan 800 grammgacha rasxod qiladi. 1 litr emas, hattoki juda ham yengil bo'ladi. Shundoq ko'tarib, xohlagan joyingizga olib borib ishlatsangiz bo'ladi. O'zi ham ixchamgina. Mashinani bagajiga solib, xohlagan joyingizga olib ketsangiz ham bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari ham mavjud.